Hozir sizlar bilan birgalikda yana 27-yilda tushgan bitta savolni ko'rib chiqamiz. Bunda bizga sistema berilgan. Agar degan tenglamani ildizlari x, y bo'lsa, x ko'paytirilgan y ni toping. X darajasi 3y minus 4 teng 9, x ni y plus birinchi darajasi bu 27 bo'lsa, alohida yozib olamiz. Birinchisini x ni 3y-inchisi bo'lingan x ni 4-inchisi. Minus 4 ni shunaqa yozsak bo'ladi. Bu 9 ga teng. Sistemamizni alohida, buni ham alohida yozib olamiz. X ni y-inchisi, x ni birinchisi. Bu 27. Sistema. Pastdagi sistemadan x ni y ni topib olsak, bu 27 bo'lingan x. Tepadagidan x ni 3y-inchisini topib olsak, 9 ko'paytirilgan x ni 4-inchisi. Pastdan yozib olamiz. X ni y-inchisini kubi bu 9 ni x ni 4 ga. X ni y ni o'rniga 27 taqsim x ni qo'yib olamiz. 27 taqsim x ni kubi bizda 9x 4 bo'lar ekan. Bundan 27 ni kubi x ni kubi bu 9x 4 bo'lar ekan. X kubni ko'paytirib olsak, x ni 7-inchisi teng bo'lar ekan 27 ni kubi taqsim 9. 27 ni yozib olamiz 3 ni kubi, bundan kelib chiqadi 3 ni 9-inchisi, 9 ni yozib olamiz 3 ni kvadrati. Biz yozib olsak 3 ni 7-darajasi bo'lar ekan. Bunda x'imiz darajalar bir xil bo'lsa, asoslari ham bir bo'lishi kerak. X'imiz 3 bo'lar ekan. Agar x'imiz 3 bo'lsa, 3 ni olib borib qo'ysak, 3 ni y plus birinchisi 3 ni kubi ikkinchi tenglamaga olib borib qo'ydim. Bundan y plus 1imiz 3 ekan, y'imiz 2 ekan. Bizdan so'ragan x ko'paytirilgan y, shuning uchun 3 ko'paytirilgan 2 bu 6. Mana javobimiz 6 da javob bo'lar ekan.